Assalomu alaykum bizni kutganlarga va tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan Bola tilidan va Aziza Yoqubova. Boshladik. Meni dadam sassiq paypoq kiyadi-da. Nimaga sassiq paypoq kiyadilar? Ayam qat yuvadi, aytaymi? Mitib yuvadi. Nega oyingiz yuvadilar, dadangiz yuvmaydilarmi? Sizni paypog'ingiz ham sassiqmi? Yo'q. Cho'milaman haydarim. Qayerdan olasiz shokoladni? Bizning uyimizda-ku. Domda tortmada turadi, tortma. To'la shokolad. Uy to'la shokolad. Bizda domimiz bor. Domimizda ucham sakrab tashlaydi. Oyim qonidachi 3 ta bola bor. Hasanga 3 ta bola, menga bitta qiz. Va ularni qarayman. O'zlarigachi? O'zlariga yo'q. Oyimga bitta o'g'il, menga bitta o'g'il. Yanvarda keladi. Yanvarda qayerdan keladi? Adam tug'ilgan kunida. Oyim qonida keladi. Butilkasi bor. Uyda bizning kichkinaligimizda butilkamiz o'shda hali ham turibdi. Qayerdan bildingiz u yerda 3 ta chaqaloq borligini? Biz bilamiz. Oyim bitta dog'ini ichib qo'yibdi-da, 3 ta bo'pti. Bittasi qoniga yopishib qolibdi, bittasi keyin tug'ilarkan, bittasi birinchisi tepada yopishib qolibdi tepasiga. U zo'r dori ekan, qanaqa dori ekan u? Achchiq dori ekan, 3 ta bola qilib qo'yibdi. Zooparkka borganmisiz? U yerda nimalar bor? Sherlar bor, bo'rilar bor, ayniqsa maymun bor. Maymunxona sassiq yotadi, qora-qorada. Nega sasiydi? Anaqa ular ham qorada-ki, odamlar unga o'sirib ketadi. Tozalab qo'yinglar. Ayting, ana kameraga ayting, zooparkni egasiga ayting. Zooparkni egasi anaqa maymunxonani tozalanglar, har kun sasib yotadi. Keyin bo'rilar ham bo'lganida har kun sulayib qoladi, kuchuklar sulayib qoladi. O'zinglar ovqat yeyolmasdan ularga ham ovqat beringlar. Ammo o'zinglar ovqat yeyib semirib ketasizlar. Solixa ertalab uyg'ongandan keyin nima ish qiladi? Nima qilish kerak turgandan keyin? Mamlarni, uncholarni istaradi. Islomchi, islom uyg'onishingiz bilan nima ish qilasiz? Men artib olaman o'ynani. Uyg'onishingiz bilan oyna artasizmi? Tishingizni yuvmaysizmi? Ha, tishimni yuvib olaman. Birinchi oyna artib keyin tishingizni yuvasizmi? Adajim. Eng yaxshi kun qaysi kun? Sovuqda kuchuklar nima qilishadi? Mushi. Adam chaqir. Tog'orada nima qilsa bo'ladi? Cho'milsa bo'ladi. Oyim cho'miladi tog'orada. Kim? Oyim. Siz ham tog'orada cho'milasiz? Yo'q. Meni kinoni cho'miltirishgan. Sutda cho'miltirishgan. Nega? Ishonchni o'ppaman-da. Ichak nima? Ichak nafas oladi. Qanday qani ko'rsatib bering? She'r olib keldingizmi? Qani aytingchi? Meni dedilar, ara bolalar, chaqalar bari zuv-zuv uchib yuraman, tekanga nish uraman. Ya, qanaqa bo'ladi u tekinga? Masalan, biringiz olmoqchisizda, siz 5 pullarni olib ketaverasiz. 5 pul siz. 5, 2, 4, 6 ta bola bor. Oyim qonidagi bolaning ismini aytaymi? Meniki Safiya, Hasanniki Muhammad Ali. Kim qo'ydi bu ismlarni? Men. Hasan qo'ydi, men o'zim. O'g'illar esa ismi zo'r bo'ladi. Bittasi Said bo'ladi, bittasi Muhammad. Yo'q. Harun bo'ladi. Qorun. Harim. Ha, zo'r ism bo'lasini qo'yamiz. Dodam aytdi. Men ham chaqaloq olib kelsam, sizlardan birinchi Qorun qo'yib olaman. Ya. Bizlarniki birinchi tug'iladi. Siz qolin, ishmagan oyimniki ishga. Oyim birinchi tug'adi, shunda qo'yib olamiz. Dadangiz qachon kuladilar? Dadam yo'q, tanam. Adam bor faqat, adam. Xo'p, adangiz qachon kuladilar?
Adam uyda bo'ladi, kulmaydi. Daxti qadda adamni daxti. Dadangizni kulishlarini ko'rmaganmisiz? Nima? Kulishlarini ko'rmaganmisiz? Nega? Kulmaylarmi? Kuladilar, endi sal kam kuladilar. Ko'proq nima qiladilar? Ko'proq telefonga qaraydilar. Telefon zarati o'lib qolsa, tezir ko'radilar. Oyingiz qanaqa kuladilar o'xshatib bering? Oyimni og'zini ochib kuladi, sizni ko'rsatib. Sizni ochib ko'rsatadi. Chaqaloqlar qanday yig'laydi? deb. Biz ham yoshligimda telefonda ko'rganmiz, telefonda ko'rganmiz. Yoshligimda-chi ko'zimni suyakka qarab katta ochib oldim. Chaqaloqni tug'ayotganda o'zi ko'zini qarab o'tib olgan qonida. Chaqaloq doktorlar qonni kesganda zuhlashimda o'tib olganda hammaga qarab turgan bundoq qilib. Bunda tepardim, keyin tushib ketardim. Katta ko'zini ochib hammaga qaraydi. Boyachi oyim borsa pishirib berganda bitta o'pib qo'yganman, yeganman. Mazza qilganman. Zooparkka borganmisiz, hayvonot bog'iga? Etda anaqalar bo'ladi. Qo'ylar bo'ladi. Ular gapira olmaydi. Ularchi faqat me deydi. Siz qaysi hayvonni yoqtirmaysiz? Qaysi hayvon? Bo'rsiqda. Nega? Shuncha sasov yuradi-da. Nega sasiydi u? Anaqa dumidan nimadir sassiq chiqaradi. Qayerlarda bo'ladi chang? Chang bitta narsa qirqsa yo supursa chang chiqadi, shuning uchun chang bo'ladi. Changni ruschasiga nima bo'ladi? Bum. Bum. Dadangiz qachon kuladilar, Sevinch? Xafa bo'lganimizda xohlagan, xafa bo'lganimizda kuladi. Demak, ularni kuldirish uchun siz xafa bo'lasizmi? Yo'q, xafa bo'lsam kuladi, erkalatib, yana keyin xafa bo'lmayman. Qani kulishlarini ko'rsatib beringchi. Sizdaqa kuladi. Kim uf deydi? Kam deydi. Nega? Nega uf deyshadi? Chunki Ukam o'zi o'sib qolgan bo'lsa, o'zi deydi. O'zingiz bilan nima olib keldingiz? Mashinam bo'ldi, puli. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim. Rosa shunaqa mashina olgim kelyotdi. Uyimga borib, avaylab o'ynayman, xo'p? Yo'q, Ha? pulini bermayman. Mayli, pul kerak emas. Shuni o'zi bo'ladi. Gol deganda nima bo'ladi? Gol deganda, ana futbol o'ynaganda, shunda ana marata bo'ladi-da, marataga bitta tepsa gol bo'ladi. O'zingiz o'ynaganmisiz? Yo'q, qiz bolalar o'ynamaydi-yu. Kim Siz o'ynaydi? o'ynagansizmi? Yo'q. Futbolda kim urishadi? Faqat o'g'il bolalar urishadi. Urishmaydi. Oddiy tepishadi. Sovuqda kuchuklar nima qilishadi? Sovuqda qochib ketadi uyiga. Qulog'i suv qotib qoladi. Uyiga qochib ketadi. Qulog'i pastga bo'lib qoladi. Bunday bo'lib qoladi. Zuhrachi bir marta ko'p telefon ko'rgan. Nima ko'rgansiz, Zuhra? Mana Boya ham ko'rgan. Tog'orada nima qilsa bo'ladi? tog'oraga tog'oraga kimlarni soladi? Aylanadi, keyin kir mashinaga soladi, keyin osib qo'yadi nariyoqqa, keyin uxlaydi, bo'ldi, keyin turadi, keyin ketadi. Ustoz opajonimiz, bizning mehribonimiz, gaplaringiz muloyim, omon bo'ling har doim. Omon bo'ling har doim. Магазине с мамой были, мне коровушка купили. Но коровушка пока не дает мне молока. Bu sigir haqida. Farzandlaringiz ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, internet sahifalarimizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.